Navbatdagi obyektimizga kran qo'ygani keldik. Bu yerga 403 qo'yayotgan bo'ldik. Xitoy qo'yamiz dedik. Bu yerda aholi bor, uylar bor. Sentralniy trassa va ko'cha. Xalq emas 403 qo'ydik. Aytib yurib, bemalol ishlayveradi, hech kimga xalaqit bermaydi. Ana biz tikka qilgan kranlar ko'rinib turibdi mana. Bayroqchalar qilib hammasi. Mana qora kranimiz ham 402, 403 kranlarimiz ham ko'rinib turibdi. İşte boshladik. Gulistonda beton qotkinchi.